Biz 12 o'lchovli, jismoniy bo'lmagan mavjudotlardan tashkil topgan kollektivmiz va yordam berish uchun shu yerdamiz. Bilamizki, sizlarning barchangiz yerda turli tajribalarni boshdan kechirishga intilyapsiz va bu sizni galaktikadagi yoki koinotdagi boshqa mavjudotlardan farqlamaydi. Hammamiz nimadir izlayapmiz va har birimiz biror narsaga erishishimiz, nimanidir qo'lga kiritishimiz va keyingi bosqichga o'tishimiz tabiiy va normal holatdir. Shuning uchun yuqorida nima bo'lsa, pastda ham o'sha mavjud va siz istagan natijalar hamda tajribalarga olib boradigan sayohatingiz quvonch bilan kechishi mo'ljallangan. Siz tanlagan yo'l eng to'g'ri yo'lmi yoki yo'qmi? Buni u sizga qanday his berayotganiga qarab har doim bilishingiz mumkin. Agar yurgan yo'lingiz sizga yaxshi his bermayotgan bo'lsa, demak siz imkon qadar eng yaxshi yo'ldan ketmayapsiz. Agar bu sizni istagan joyingizga olib boradigan yagona yo'l deb o'ylasangiz, bu e'tiqodni sinchiklab ko'rib chiqishingiz kifoya. Siz istamagan yo'lda yurishni yaxshiroq o'rganish o'rniga aslida qilishingiz kerak bo'lgan narsa boshqa yo'llar ham borligini o'zingizga ishontirishdir. Shuningdek, bu boshqa yo'llar siz uchun ham boshqalar kabi ochiq va qulay ekaniga ishonishingiz kerak bo'lishi mumkin. Iltimos, o'zingizni yaxshi his qilishingiz va yo'lning o'zidan zavqlanishingiz kerakligini qabul qiling. Azob chekish kerak va azobsiz yutuq bo'lmaydi degan fikr bu shunchaki fikr. Bu haqiqat emas. Ko'p odamlar ruhiy yo'lda yurish uchun hamma narsadan voz kechishlari va hech qanday istagi bo'lmagan inson kabi yashashlari kerak deb ishonishadi. Ba'zilari esa ruhiy holatga yetishish uchun faqat bir kosa guruch, suv va bir piyola choy bilan kifoyalanish kerak deb o'ylashadi. Ammo siz boshqa odamlarni kuzatganingizda, ularning kulayotganini, yugurayotganini, sakrayotganini, o'ynayotganini va aynan o'zlari xohlagan ish qilayotganini ko'rsangiz, shuni tan olishingiz kerakki, bu inson yuqori tebranishli tajribani yashayapti va demak u juda ruhiy insondir. Ko'p hollarda baxtli bo'lish uchun qilishingiz kerak bo'lgan yagona narsa hayot, o'zingiz, ruhiylik nima anglatishini va baxtli bo'lish uchun nima kerakligi haqidagi fikrlaringizni o'zgartirishdir. Shunda siz ham hamma narsani o'zgartira olasiz. Agar buning mumkinligiga qaror qilsangiz va oldingizdagi imkoniyatni tanlasangiz, hamma narsa bir zumda o'zgarishi mumkin. Hayotingizni keragidan ortiq murakkablashtirmang va yo'lingiz faqat kurash, qiyinchilik va o'zingizni inkor etish bilan to'la bo'lishi kerak deb turib olmang. Siz bunday yashashga majbur emassiz. Ammo nega bunday yashash kerak deb o'ylayotganingiz haqidagi e'tiqodni ko'rib chiqishingiz zarur. Qiziqishlaringiz ortidan boring. Orzularingiz, istaklaringiz va niyatlaringiz borasida juda ilhomli va hayajonli bo'ling. Hech kim sizga o'zingizdan boshqa kim bo'lishingiz yoki sizni eng baxtli qiladigan narsadan boshqa ish qilishingiz kerakligini aytishga ruxsat bermang. Siz yuksalyapsiz, bu aniq. Ammo buni qanday qilishingiz va bu yo'lda o'zingizni qanday his qilishingiz bu sizning tanlovingizdir. Baxtli va quvonchli sayohatda bo'lish uchun qanday his qilishni va nimaga ishonishni tanlang.